menga to'rtta mahsulotni tavsiya qildi. Avvalo mana shu Biogol, Immun, Kumush, Biokumush hammasini menga to'rttalasini ham yozib berdi. Mana shu soatda mana shuni, mana shu soatda bunisini, ana shuni ichasiz deb yozib berdi. Ana shuni aytgan vaqtida endi kasalman, ximikatlar bilan davolanib yurganman, lekin sira foydasini sezmaganman. Tomirlarimdan Allohga behisob shukr chiqib ketdi. Avvalo Alloh, keyin sababchi mana shu mahsulotlar. Men mana shu mahsulotni mana shu o'zimizga olib kelgan Ibrahimjonga kattakon rahmat aytaman. Ibrahimjon bunday qilib bo'lsin, onangiz, qizingizni ko'rib yursin, bolalaringiz, nevara, chevara hammasini qizingiz ko'rsin. Shu anada sizlar ham o'sha qarabingizda mana bugun mana shu davraga siz ko'rib turgan oilaviy Biolifia kompaniyasida mana yaqinda kelgan bo'lsalar ham, lekin bittalari brilliant direktor, bittalari oltin direktor bo'ldi. Mana Umida davramni shunchalik tezlik bilan erishgan bu kishining natijalarini yuzlaridan eshitamiz. Umida Davronova ustozlik qilyapti. Biolifia kompaniyasida eng katta yutuqqa erishgan katta komandasi bor. Albatta yana umid qilamiz investor bo'lishlikni. Akmaljon oilasi, ya'ni Akmaljon bilan birgalikda ishlayapti. Bu kompaniyaga nimaga sabab kirib kelibdi? Mana sponsorlar tabriklayapti. Qanday erishibdi? Unda uxlamadi o'sha ikkalasi. Assalomu alaykum, hurmatli uzoq va yaqindan kelgan mehmonlar. Men o'qituvchimanda, shuning uchun faqat so'z magnitiga o'rganib qolganlar, shuning uchun bugun ko'proq men gapiraman. Hammalaringizni Navoiy viloyatiga xush kelibsizlar. Kirib kelayotgan yangi yillarimiz hammamizga xursandchilik, baxt, omad, sog'lik olib kelsin. Xudo xohlasa, keyingi yilga bormasdan hamma shu yerdagi o'tirganlarni investor bo'lishlarini tabriklash nasib qilsin Ibrohimjonga. Keyingi kompaniyada mana o'zi O'rta Osiyoga tarqalib, davlatlarga chiqishni nasib qilsa, Yevropaga, boshqa davlatlarga chiqishni nasib qilsin. Ular hammaga mana shu yilda erishmagan barcha yutuqlarini keyingi yilda yutuqlarga erishib, mana onalarimizni, otalarimizni ziyoratlarga borish nasib qilsin. Hammasi sabr, mehnat ketidan bo'lyapti. Sabrlar, halolliklar. Hammaga nima yaxshilik kelyapti bo'lsa, niyatlarni qilamiz. Bizlarni hammasi bilan o'chmaymiz. Вообще-то viloyat bo'yicha ustozlardan bitta men nafaqaga chiqqanman. Boshqalar ishlayapti ham. Tak, nafaqaga chiqib bekor qilmagan ekanman. Mana Biolifia kompaniyasida bir go'zal shirmonimiz ayollar bor ekan. Meni taklif qilishdi. Kelib, tanishib, o'rganib, menga asosan birinchi bularning hamsuhbatligi, qanaqadir elim deb, yurtim deb jonkuyarligi, aslida oilam deb jonkuyarligi yoqib qolgani uchun bular bilan amayli bir ko'raychi, bir gap bo'lar, yo ostidan yo ustidan deb shu kompaniyada mana yanvarda 1 yil bo'lar ishlab yuribmiz. Hozir birinchi she'rni Nigora xonim o'qishi kerak edi, chunki Biolifia mahsulotlari haqida yozilgan she'rni hozir Nigora o'qib beradi, Yusufbayevna. Undan keyin marhamatingiz bilan men o'zim o'qiyman. Keyin navbat bilan boshqa qizlar ham o'qib beradi. Lekin she'rning muallifi Sapura Absadiqovna bo'ladilar. Yozibdilar Biolifia mahsulotlari. Biolifia mahsulotlari mashhurdir bizda. Ishlab chiqarildi O'zbekistonda. Olma, o'rik, shaftoli, topinamburlar, giyohlar mujassam, jamul jam bunda.
keling bir tanabbul qiling, o'rganing. Jismingiz, joningiz oromdir unda. Har bir mahsulot siz uchun bunda. Tez yordam ko'rsatib foyda har joyda. Mahsulotlar shoxi deb o'qib beraman. Bioimmun mahsulotlar shoxidir. Parazitlar undan qochar joyidir. Qon bosimi nimaligini unutasiz, immunitet ko'tarilar, lor bo'lasiz. Tugab qolsa Biolife'ga yugurasiz. Qondagi qandingiz miya faoliyati normaga tushar. Yurak urishi-yu tana harorati asliga qaytar. Yetkazgan Ibrohimjonga rahmatlar. O'zimni maqtadim. Hozir navbat boshqa mahsulotlarga qani qizlar birin-ketinchi qilinglar hammalari. Da keyingi bayramga 25-yilgi bayramga hamma bir xil kiyim kiyadi. O'zim tashkil qilaman. Bo'ldi. Mana birinchi navbatda ishlang. Mana qo'llarida o'sha non bor. Mahsulotni ichsangiz qonlar yurishar. Hemoglobin ko'payib, yuzlar yorishar. Inson tanasida tan sog'lik bo'lib, sizga havas ila hamma qarashar. Yurak qon tomirlar bezovta qilib, ovqatdan zaharlanish xavfini sezsangiz, globin qurollanib yordamga shashar. Xursand bo'lib, sizda kayfiyat oshar. Yo'qolsa, 3 narsa mujassam agar bilsangiz, hech kasal bo'lmaysiz amal qilsangiz. Qo'li artroz, osteoporoz bularning bari kalsiyimiz bajarar, hal bo'lar to'g'ri. Dermatit, ekzema, teri qurishi, sochlar va tirnoqlar mo'rtlashib qolsa, kalsiy mahsuloti madad beradi. İşlab chiqargan rahmat. Ishlab chiqargan. Yo'g'ada. Rahmat yo'g'ada. Bioritim. Namatak do'lona yalpiz. Yurak inson motori, buni bilasiz. Bilib turib nimaga uni qiynaysiz? Davleniya ko'tarib, immunitni yo'qotib, vahima siqilish, migren orttirib, yurakka dam berish hissini yo'qotib, tutqanoq, semizlik, osteoxondroz, bariga davodir shu bir mahsulot. Davolamasangiz bormi sizdan dod? Davolamasangiz bormi sizdan dod? Kumush suvi ayniqsa hozirgi paytda juda hammaga juda kerak narsa. Suvni ichib bo'shlagan zamon bakteriya, virus, zamburug' qochadi har yil. Mikroblarni o'ldirib vayron qiladi. Diareyada samarali qonni to'ldiradi. Bakteriyalarni yo'q qilib, immunitetni ko'tarib, grippni haydaydi. Oxiriga cho'ziladi. Bioflori. Chilonjiyda bu bizga juda konni foyda. Asaringiz buzilib, charchab qolmaysiz. Uxlamay kechasi bezovta bo'lsangiz, xolesterinni haydab, qonni tozalab, vahima og'rimay sizga dam beradi. Tish og'rig'i, tomoq og'riqlariga, og'iz bo'shlig'ida mikroblar qolmas. Biron joy kuysa-yu, shiramlar qolsa, tomoq bo'lsa-yu, og'iz chiqmasa, sepib qo'ysangiz davodir. Assalomu alaykum hammalaringizga. Biohealth. Oshqozonda ovqat hazm bo'lmasa, o't tufagi sizga yordam bermasa, jig'ildoningiz qaynab bezovta qilsa, yordamga chaqiring xilsimizni siz. Sog'lom bo'lsangiz xursandmisiz? Biogol. Oltin izlab avora bo'lmang. Oltindan ham oliy mahsulot. Revmatizm, uyqusizlik hamda chaqoq, yomon hislat, yomon illat undan yiroq.
bir qoshig'ini ichsangiz siz xursand bo'lasiz. Biyogoldga rahmat aytib hamdon bo'lasiz. Avvalambor assalomu alaykum. Alinut odamzod hayvondan farqli o'laroq toza ozoda yuradi biroq ayrim kasalliklar bezovta qilar badandan keraksiz terga chiqaradi. Bilasizmi bularni? Bari alinutni o'zi bartaraf qiladi. Biomagnezin bu mahsulot osoyishtalik posboni, muhimlarda bosh og'riq va migrenda, aritmiya, stenokardiya hamda insultda, mushaklar qaltirab bezovta qilsa, magniy chopib yordamga kelar, barcha kasalliklarni bartaraf qiladi. Assalomu alaykum. Bioinulin insonga bezovtalik bu yomon hislar. Ich qoqish, kutda tosh ortiqcha vazn, qondagi shakarni yo'q qilar asli, o'tinimiz na'matak olma shirasi, sizni sog'lom qilar mahsulot sarasi. Hammalaringizga katta rahmat. Mana shu she'rning muallifi uchun beletni sovg'alar juda ko'p. Tabriklaymiz. Ro'ziya va Nigora Yusufboyevlarni tabriklab, umrlari uzoq bo'lsin, sizlar bilan muloqotda ko'p yillar ishlasin. Negaki sog'lom tanda sog' aqlli edi. Kelajak avlodimiz yana sog'lom bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Qiladigan ishlaringizdan xalqimiz, butun qolayosa biz nuroniylar, biz xursandmiz. Salomatligingizda Ibrohimjon, o'ylaymanki bu kelishlaringiz ko'p yillar bo'lsin. Salom, xush kelibsizlar oilaga. Rahmat. Kattakon rahmat. Endi esa sizlarni kuzatib qo'yamiz. Assalomu alaykum hammaga. Mana shu hamma yerda Beauty kompaniyasi hamkorlarini hammani tabriklayman. Hammaga sog'lik, omonlik, tinchlik, totuvlik, hamma yerda o'tirganlar hamma niyatlariga yetishiga, orzulaga yetishiga tilakdoshman. Rahmat Ramazon Rustamov sizga. Shu bilan bir qatorda niyatlarimiz bor edi. Mana sog'lom yurak yo'nalishi bo'yicha Ibrohimbek mana shu bizlar o'zimizni jamoamiz nomidan, bizlar o'zimizni ishxonamiz nomidan tabriklashga ruxsat berasiz sizda. Negaki qiladigan ishlaringizda hamma bahramand. Mana sog'lom yurak, bu sog' bo'lsangiz, sog'lom bo'lsangiz, yuraklar urib tursa, sizlar mana shunday chiroyli mehnat qilaversangizlar, 70, 80, 90 yuzga qarab ketaveramiz. Salomat bo'ling. Kirib kelayotgan yangi yillaringiz bundan ham barakali bo'lsin. Quvonch olib kelsin. Muborak bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Eng yuqori cho'qqilarga erishinglar. Bilasizlar, bu kompaniyaning preparatlari ajoyib preparatlar. Chunki men juda ham bu mahsulotlarni yaxshi ko'raman. O'zim ham oilaviy iste'mol qilaman va hammaga tavsiya ham qilaman. Nima desam yana, hammalaringizga mana shu bayram muborak bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.